Assalomu alaykum ahli hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi yangi pechkamiz 1.30ligidan kraskalangan variantidan Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on O'rta Qo'ng'irotga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 1.30lik turli idishda bo'lgan kraskalangan varianti. 1.30likda 3 ta duxovka bo'ladi. Duxovkalari reshetkali. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hamma yoqni o'zimiz olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. Uydaga sementxon, shipadan chiqadigan bo'lsa, azbiz turbas, sinchli, guvalar, shlakoblok, penablok, gazoblok uylar bo'lsa, tepasiga, mo'risiga 50 tadan 100 tagacha g'ish ketadi, pishkamiz. Shunisini olib qo'yishadi uydaga. Qolganini olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. Ablisopka g'ish, ugovnik, lis, qanotli pechka ikkita ustasi olib borib o'rnatib beradi. Orqa ko'rinishi, oldi ko'rinishi. Tashangani. Yoqib sinayapmiz. Bu ertaga g'ishlar qurigandan keyin, rastvorlar qurigandan keyin uydagilarga 2 soat 1,5 soat 2 soat yoqib yuboradi. Kraskalar kuyib, chiroyli holatga kelib qoladi o'zi. Umuman tutun qaytarmaydi, shamolni bir tinga ham olmaydi. Oldi ko'rinish. Uydagilar yoqib tashangani o'tin. O'chirib qo'ydingiz. O'chirib qo'ydingiz. Bu tahlil qo'ydingizda, o'tirlar. Orasini ochmang. Pere yapalag'icha tiqib qo'ydilarmi o'shaning uchun. Oldi ko'rinishi. Oldida ikkita duxovka bo'ladi. O't yoqadigan xonasi. Gazga moslangan. Chap tomondan gaz turbasi keladigan chap tomondan, o'ng tomondan keladigan o'ng tomondan. Tiqib qo'yilaveradi. Turli lista bo'lgan 1.30lik pechkani ko'rinishi mana. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa, obuna qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.